Operatsiya deymiz. Ko'pchilik mana shu videoni ko'rishini tavsiya qilaman va manfaatli va ularga xayrli bo'ladi bu video. Hozirgi bizning O'zbekistonda angina bilan og'rigan bemorlar juda ko'p. Ya'ni oyog'i og'rigan, yuragi og'rigan, bo'g'imlariga asorat bergan. Bu yuqorida sanab o'tilgan kasalliklarning hammasi anginani asorati hisoblanadi. Bu anginadan qutulishni yo'li asorat bo'lgan bemorlarda albatta uni olib tashlash. Olib tashlashning o'zining chora-tadbirlari bor. Operatsiyadan oldingi chora-tadbirlar bor. Operatsiyadan keyingi chora-tadbirlar bor. Bular hammasi birgalikda bemorga tushuntiriladi. Operatsiya vaqti o'tdi. Operatsiyadan oldin tushuntirildi. Operatsiyadan keyin tushuntirildi. Hammasini aytganidek qilsa, inshaalloh hech qaysi bemorlarda bunaqa yomon asoratlar bo'lmaydi. Xo'sh, bu angina o'zi qayerdan paydo bo'lyapti? Nima uchun anginani biz operatsiya qilish kerak deb aytamiz? Angina bu hamma odamlarda bo'ladi. Bu tangnak murtaklar bo'ladi, ikkita bo'ladi, bir juft bo'ladi. Bu yosh bolalikdan boshlab bemorlarda gripp, shamollash, bakteriyali infeksiyalarning qo'shilishi natijasida bu ham shu bilan birga qo'shilib yallig'lanadi va ayniqsa yuqori nafas yo'llarida muammosi bo'lgan bolalarda, ya'ni adenoid, burundagi turli xil muammolar, vazomotorniy rinit, allergik rinit, burun to'siqni qiyshiqliklar, mana shunaqa kasalliklar bo'lgan bemorlarda og'zini ochib uxlash, xurrak otish, shunaqa kabi asoratlar bo'ladi va buning oqibatida angina kasalligi orttirib olinadi. Va natijada ayniqsa O'zbekiston aholisida bu angina surunkali formaga o'tgandan keyin eng yomoni asorat bergandan keyin vrachga murojaat qiladi. Undan oldin murojaat qiladi, tekshiruvlar bo'lmaydi. Men doim so'rayman. Bemorlardan angina og'riyapti desa, analiz tekshirganmisan deb so'rayman birinchi ochirda. Yo'q deydi. Nima analiz qilishim kerak? Qon analiz qilganman, gemoglobin qilganman. Yo'q. Bu analiz spesifik belgisi hisoblanmaydi. Rema proba spesifik belgi hisoblanadi. 1 yilda bir marta anginasi og'riydigan odamlarga rema proba topshirish shart. Chunki uni o'zini tetri bo'ladi, ko'tarilib tushib turadi. Agar u o'zini normasidan baland bo'lib ketsa, ya'ni asorat bersa, unga xirurgik aralashuv tavsiya qilinadi. Eng yomoni, buni asoratlari, og'ir asorat holatlarida bu buyraklargacha asorat berishi mumkin. Ko'pchilik katta xirurglar hozirgi kunda ham ko'pchilik xirurglar angina operatsiya qilishga sal qo'rqib turadi. Lekin hozir zamonaviy tibbiyot, meditsina rivojlangan, anginani hozir olishning yangi usullari chiqib ketgan. Alhamdulillah, qonashlar oldingiga nisbatan hozir kunda bemalol ayta olaman 80-90% ga kamaygan. Angina olgandan keyin ko'p asoratlar bo'ladi. Bu asoratlar asosan bemorlarning o'zi, ya'ni shifokorlar tavsiyasiga quloq solmasdan bo'ladi. Yaqin 2 yilda bir bemor operatsiya bo'lgan. Operatsiyadan keyin 15 kundan keyin tasavvur qiling, operatsiya bo'lib bemor 15 kundan keyin angina olingan soha qonab keladi. Sabab bemor shifokor tavsiyasiga quloq solmagan. Ya'ni og'ir narsa ko'tarma, qon suyultiruvchi dorilar ichma va qaynoq narsalardan ehtiyot bo'lgan. Bularni bittasini ham qilmagan bemor. Bemor operatsiya bo'ldim, shu bilan yaxshi bo'ldim deb o'ylagan, shifokor tavsiyasini qilmagan va bemorda profuz qon ketishi kuzatilgan. Profuz degan tasavvur qiling, kechqurun uxlayapsiz, anginangiz olingan, 15 kun bo'lgan, qonash boshlandi. U bemorda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Dovdirab qolgan, nima qilishni bilmagan, shifokorga murojaat qilgan, shifokor tez tibbiy yordamiga murojaat qilgan. Endi qayerligini aytmayman. U yoqdagi nomardni ham qaramaganda, qaragan o'zingiz shifokoringa aytgan. Soat 2 bo'lgan. Qonayotibdi kasal. Doktor, shifokor shunaqa vaziyat bo'lib qoldi aka. Qonadi, nima qilay desam, nima qilasan? Olib kelman shu yerdaman deb aytdim. Olib keldim, bemor qon ketgan, qo'lida latok, tasavvur qiling, qonab turibdi. Alhamdulillah, Alloh o'zi bilan bemorga birlamchi chora-tadbirlar ko'rildi, qon to'xtatildi, bemor yaxshi bo'lib ketdi. Keyin ertasi kun so'raymiz, aka shunaqa vaziyat bo'ldi. Nima qiladi desam, qon suyultiruvchi dori ichgan, doktor aytgan qilmagan, hammasini qilmagan va bemordan qonab ketgan. Shuning uchun sog'lig'ingizda ozgina bo'lsa ham o'zgarish bo'ldimi, albatta uni tekshirtiring. Kerak bo'lsa vrach ko'rsatmasi bo'yicha analizni topshiring va buni o'z vaqtida bartaraf qiling. Inshaalloh siz hech qachon operatsion stolga yaqinlashmaysiz shunda.